2025-yil 12-dekabr Chinoz qishlog'i, Chinoz tumani Eshonobod qishlog'ida. Ama bitta narsani aytib o'tay, Toshkent viloyati juda katta joy ekan. To'g'risida tumanlari, bunaqasiga Bo'kach, Chinoz juda ham ko'p joyda aylanib o'tdim. Salkam 3 soatda yetib keldim bu yerga. Sizlar uchun obunachilar. Mana bu ko'k uka nimada, bu ko'kka ehtiyot bo'lasizlar qo'yga. Bu hozir qiziqib turib qo'y haydaysiz-ku. Lekin bu ana yeb olgandan keyin tomiri bilan sug'urib oladi-da mana ko'klarda. Brazod degan kasal, ostrifasiloz, shu juda ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun bir emlab turib keyin chiqarish kerak uni. Bu yerga ukalarimiz chorva kompleksini tashkil etishibdi. Nomi ham qiziq, Fayzli chorva. Juda ham nomi ham zo'r topibsizlar to'g'risida. Haqiqatda borib qo'ylarini ko'rdim, joylari ham juda fayzlik, nomiga loyiq. Bir ko'rib o'tasizlar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tay, YouTube kanalimiz yangi ochdik. Kirib a'zo bo'lib qo'yinglar. 5000 dan ortiq obunachi yig'ildi. 3 kun 4 kun ichida xudo xolasa 40 minutlik to'liq videolarni ishga qo'yamiz. Instagramda doim Instagram obunachilarimiz doim video faol. Ketdik ko'ramiz ichkarini. Fayzli chorva. Nomini ham zo'r qilibdi. Eng qizig'i brendlab ham qo'yishibdi nomini, boshqa bir ocholmaydi orqali. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Hagim, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Jimsiz? Charchamasdan. Formalar ham zo'r bo'libdi. Ha, Fayzli chorvaga bolaga ham hozir bir chetdan qilib harakatda qilyapmiz. Siz yo'q ekan ko'rib chiqdik, hamma yo'qdi. Umringiz bilan bu faqat insonlarga manfaat keltirish uchun bir qizg'anish emas. Kim nimadir desa, kelsa bilganlarimizni o'rgatamiz. Bilmaganlarimizni sizga o'xshagan insonlardan o'rganamiz. Juda ham zo'r, qoyil. Yo'q, Fayzlini ko'rib men maza qildim. To'g'risi, pokizaligiga baho berasiz. Ochiqni aytaymi? 3 soat yo'l topolmay rosa qiynaldim. Nimaga qiynalib kelyapman? Bir xayrli bo'lsin, bir xayrli dedim. Yaxshiligiga bo'lsin. Kirib bir qator aylanib chiqib turmay yozilib ketdim. Hali nimaga qo'yga qilingan sharoitga? Qo'y jannatdan chiqqan hayvon. Shunga shunaqa sharoit yaratib qo'yibsizmi? Demak, Alloh boshqa tomondan to'ldiradi sizga. Inshaalloh. Uka, zo'r bo'libdi. Ham qo'yga biza gapira olmasa ham bizga qaramdi. Shuda biza ularga imkoniyat yaratishimiz kerak, sharoitini to'g'irlashimiz kerak. Nimagaki qiyomatda bularga hali biz javob beramiz. To'ppa to'g'ri. Nimagaki mavjudot borki, qo'l ostingizga qarammi, imkon qadar sharoitini to'g'irlashimiz kerak. Qarang, mashallah. Hozir biz bularga qo'limizdan kelgan sharoitda qilyapmiz. Kam ko'sti bo'lsa yetib o'tasiz. Bo'ldi. Qo'ldan kelgancha qilib qo'yamiz. Ashi gapingizga hozir bitta narsa esimga tushdi. Yerda meni kuzatib turgan bitta hoji akamiz bor, o'zimga tengqur akaxonimiz. Umrlari uzoq bo'lsin. O'sha aytadi, oylik oldim deydi, davlat ishida ishlaydi. Oylik oldim, hammani taqsimladim. Uyimdagi kichkina cho'jachagacha rizqini Alloh menga qo'shib bergan deydi. To'g'ri. O'shingacha yem oldim deb yozib turadi-da. Haqiqatda bu fermengizdagi yurgan kichkina kuchukchalargacha rizqini Alloh sizga qo'shib beradi. Inshaalloh. Uxotini qilamiz, qo'ldan kelgancha. Mashallah. Ularga qarab turish kerak, to'g'ri. Nazoratdamiz. Ali nimasi bo'ladi? Kichkina narsa ham, kichkina jonzot ham sizni qo'lingizga qarab turibdimi? Shuni och qolgizmaslik kerak. Dorisini, ukolini qo'ldan kelgancha. Mashallah, zo'r. Qani kelinglarchi. Birinchi navbatda mana shuda mana yemlar. Yemlar. Hozirgi navbatda hozir yem sal O'zbekistonda talab bo'lgani uchun umrligi uzoq bo'lsin, chorvadorlarda chorva ko'payayotgani uchun yemga talab bor. Yemlar narxi kundan kunga sal sezilarli darajada oshyapti. Hayvon boqayotgan odam ko'payyapti. Sapimiz. Va nima desam bo'ladi? Mehr qo'yayotgan odamlar ko'payyapti. To'ppa. Jonzotga. Mana hozir sizlarga ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qilayotgan mehnatinglarni sizlarni o'zingizlar bilasizlar va shu sohada tushungan odam biladi. Ijtimoiyatni rivojlantirishni hozir oldimizda ham boqardik. O'zidan qochib qolardi-da. Hozir unaqa bo'lmayapti endi. Nima qilib naslga? Naslga chetdan olishyapti. Birovlar gapiryapti 50 ming dollar, 60 ming dollar deb. Birovlarni gapirmayapti, 200 ming dollarga mashina haydab yurganini. U odam o'shandan zavqlanadi-da. Biz ham bu yerga hazilkam investitsiya kiritmadik. Nimaga? Biz ham shu yerga kelib
Sizga o'xshab zavqlanamiz. Qo'yga qaraymiz, tegini tozalaymiz. Kimdir iltimos bitta qo'y kerak aqiqaga ketsa, xohlaganini so'yib beramiz. Nimaga? Bu qo'ylar so'yilish uchun yaratilgan. Jannatdan tushgan. To'g'ri. Shuning uchun bularni mehr beramiz, yaxshi qaraymiz, yaxshi insonga ulashamiz. Birinchi navbatda toza pokiza boqilar ekan qo'ylaringiz. Mana siz yo'q aylanib chiqdimda men. Toza pokiza boqilar ekan, bolalar ham nihoyatga tartibli qarar ekan. To'g'risi qoyil qoldim. Endi harakatda qilamiz. To'g'risida keyin oldida oqayotgan suvga ham tan berdim. Mana aroqdan hozir endi namgarchilik bo'lgani uchun Nari ochmagan. tomonda oqyapti ekan, nari tomonda suv. Oqyaptimi? Maşallah. Aroqlar ham shunga qilingan. Ha, suv oqib proyektini o'zim uyda o'tirib chizganman. Shu. Bu yerga xudo xolasa endi bu yil uspet qilmadik, yemxonani bu yoqqa ko'chiramiz. Ko'chirasiz. Bu yerga kelgan klientlar mana bu yerda kofe, mofi damlab beramiz. Semiz qo'ylarimizni u yoqqa kirib aylanib o'tirishmaydi, mashqqa qo'yib qo'yamiz. Hozir men ukangiz bilan ham gaplashdim. Birinchi hozir xonadonlarga borib so'yib berish ham hamma yo'q bor bo'ladi deyapti. Xudo xolasa. O'z planda ayting-da shuni hozir mana. Proyektimizda bu dunyoni orqalab olib ketmaymiz. Proyektimizda mana o'zimiz ishqozchiligiga boqamiz. Nasldor yaxshi qo'chqorlarni Qurbon hayitda, maşallah. Masalan, aqiqaga, masalan siz domda turasiz. Bir farzandli bo'ldingiz yoki aqiqa qilishingiz kerak, yo 4 ta qo'shniga ehson tariqasida qo'y so'yishingiz kerak. Sharoitingiz yo'q. Fayzli chorvaga obuna bo'lgan bo'lsangiz yo aloqaga chiqasiz. Xohlagan qo'yingizni, etkaningizni tanlaymiz. Bu yerda qushxonalarimiz bor. So'yib, uyingizga yetkazib beradi. Kanalingiz ham bor hozir. Ha, yetkazib olib borib beradi. Obunachilargacha bonusi ham bo'ladimi? Bonus ko'ramiz endi. Bonus nima desam bo'ladi? Siz o'zingiz taklif berasiz endi. Yo'q, yo'q. Endi demoqchimanki, hozir pashti meni 20 million ortib ketdi mana hozir ahvatimiz. Bundan ham ortib ketdi. Iloyim ortib ketsin, qiziquvchilar soni. Kuzatyapti, endi sizni bunday obuna bo'ladi-da sizga ham. Inshaalloh. Obuna bo'lsa, ertaga siz bilan zakaz qilganda hali gapingiz bor edi, obunachilarga o'taman degan joyingiz deb turib, to'g'risida. Nimasini qilib beramiz? Obunachilarga inshaalloh xayrli ish boshlaganmiz. Yo'nalishimiz mo'ljalimizdan ham ortig'iga Allohim hammamiznikini erishsin. Yaxshi bo'lsa, atmetka qilishadi. O'zligi kuzatishadi. Nimadan yordam qilamiz? Kommentariyada yozishadi. Masalan, qaysidir rayonni mahallasida qiynalgan bor. Biz shu kuni bir kunni tayin qilamiz. Qo'chqorimizni yo birtasini yo ikkitasini so'yib, 1 kilodan yo 2 kilodan qilib, o'sha mahallaga borib Alloh uchun hadiya qilamiz. Maşallah, malades. Chunki vaqtida biz ham yosh bo'lganmiz. Kimdir qo'y so'ysa, yarim kilo chiqsa xursand bo'lib yeganmiz. Shunaqa kunlarni ham ko'rganmiz. Hozirgi paytda hozir bizda bor ekan. Juda ham 300 ta 400 ta qo'y. Lekin kimlardadir yarim kilo go'sht ham yo'q. To'ppa to'g'ri. Shunaqa insonlarga obunachilaringizga mana va'da beramiz. Bizga ham inshaalloh o'ta bir nima deydi, aktiv bo'lishsa, oldin ulardan salom, bizdan Ali bo'ladi. Keyin mana shu holatga keldingiz, mana shu rayondan mana shunaqa holat deysiz, shu kunni belgilab borib ihson qilamiz. Zo'r bo'ladi. Malades. Birovlarga o'xshab mana $100 beraman, menga obuna bo'lganmisiz emas. Xonadonda uyingizda go'sht qachon yedingiz deymiz. Masalan, 3 kun bo'ldi, 4 kun bo'ldi, mana Fayzli chorvadan bu o'zimiz reklama qilishda emas. 2 kilo go'sht. Ehson. Ha, yeb qo'ying. Qasdi ma'noda sizni ham hissangiz bor. Hozir shetda. Bu bolalarni ham mehnat qilyapti, bularni ham hissasi bor. Biz ham bu betonlarni quyib pashti o'zimiz qildik. Maşallah. Nimaga? Tushungan tushunadi. Did bilan. Ha, tushunmagan tushunmaydi. Hozir necha sotikka qildingiz hozir? Biz 84 sotik. Hozir hamma joy shunday o'raldimi 84 sotik? 84 sotikka 64 sotigini o'raganmiz. Qo'yil. 64 sotigiga hozir 1800 kvadrat tomi yopganmiz. Eng qizig'i tashqarida 3000 gektar yer bor ekan. Tashqarida qo'y boqishga sharoit bor. Akam hozir maslahat berdilar. Ana oltinga teng maslahatlar deylar-ku. Ana shan qo'ylarni ko'paytirishni taklif berdilar. Iminni bizga foydali emas, xalqimizga. Xonadonda 2 tadan, 3 tadan boqadigan insonlarga foydasi yuqori bo'lgani uchun maslahat berdilar. Yo, nasl qarang. Arashan misol O'zbekistonda qo'yi bo'lsa ham, masalan hozir arashan qo'ydi 100 tasini olishga ancha mablag' ko'p ketishi mumkin.
Lekin arashan misol oling unaqa elita ham qiling. To'g'risi, lekin o'zimiz O'zbekistonda yaxshi qo'ylar bor. Masalan, o'zimizda ham shu qo'ylarga ashq qo'chqorni qo'shib turib, sekin naslchilik bilan shug'ullanib, zo'riga qo'shib chiqaraveradi. Shaharda turamiz o'zimiz. Shahardan hozir necha kilometr? 58 kilometr. 58 kilometr. Endi Toshkent shahar kengayyapti, odam ko'payyapti. Uncha xalqqa go'sht yetishtirish kerak. Sizdaqa odamlar chiqish kerak-da, bolalar mana shu yurak to'g'risida yurak yutib, mana bunaqa ferma qurib, endi men o'zim bitta aylanib chiqib bo'ldim, qancha pul sarflaganingizni to'g'risida men sezib bo'ldim. Demoqchimanki, shu sarflab maqsad go'sht yetishtirish xalqqa sifatli mahsulot yetkazish. To'g'risida shunaqa nimasi bo'ladi, bolalar ko'payib, hammamiz yordam berishimiz kerak go'shtni arzonlashtirishga. Harakat qilishimiz kerak. Bitta sizni mehnatingiz bilan erishish qiyin. Mana hozir aytyapsiz-ku, ko'pchilik bilan yechim qilsa bo'ladi buni. Lekin Abduhakim bitta narsani tan olishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqda masalan rivojlangani, mana shu chorvachilikni rivojlanish, masalan ko'rayotganlar bizga obuna bo'lib, masalan shu chorvalarni ponni obunachilar hozir juda ham serob bloger aka-ukalarimiz. Mana sizni birinchi obunachilaringizdanman. Qarang, mana o'zi sizga ta'sir qilibdizki, masalan shuni sarflab shu fermani qurdik. Shaharda qimmat mashinani minib, galisi taqib yursa bo'ladi, lekin nimaga? Uni kelajagi yo'q. Bir kun mashinangizni kimdir urib oladi, nima bo'ladi? Bir narsa bo'ladi, lekin bu yerda kelajagi bor inshaalloh. Savobi ham bor. Savobi ham bor aytganingizdek. Mashalloh, savobi ham bor. Mana hozir masalan 300-400 bosh qo'yimiz bor. Aqiqaga desa, ehsonga desa, yo bir narsaga desa, bor inshaalloh. Hamma yo'q bor. Bu zo'r tomoni yaxshiligi bu narsa. Hech kim kelib, ana men bunaqa yomon ish boshlamoqchiman, shunga bitta qo'y so'yaman demaydi. To'ppa-to'g'ri. Faqat yaxshiligi. Farzandli bo'lsa ham, to'y qilsa ham, otasi yubiley 60 ga kirsa ham, mashallah. Yaxshiligi-da. Shuning uchun bunda baraka bor. Baraka bor. Endi qarang. Bu yemlarni olib qo'ygansiz-a? Makkalarda bug'doylarni olgansiz. Ash pishgan paytda olyapsizmi hozir? Biza yana bir amin bo'ldik-da, mana obunachilarimizga o'zi maqsadim shaharda mana shovqinlardan odam dam oladi-yu. Dam oladi. Men bir o'g'li aytadi-da, Abduhakim sen ichmaysan, chakmaysan, nimadan dam olasan? Men Adam Rahmonning yoshligida biz mol boqardik-da, o'sha shaharda. Mol boqsak, teglarni tozalatib, chotga qilib, choy damlab, molxonada choy ichib o'tiradilar. Nimagaki? Miya dam oladi bu yerda dedi. Biz ham bu yerda oldik, o'zimizga bor, bir sharoit qilib 4 ta qo'y qilamiz degan maqsadda qiluvdik. Allohning bir va'dasi bor-ku, menga bir qadam yursang, men senga 10 qadam yuraman. Mashallah. Jannatdan tushgan barakasi bor deb. Mo'ljalimizni bunaqa qilamiz deb o'ylamadik. Alloh berib boshqa yerlarni to'ldiradi. 300 ta 400 ta qo'y qildik. Men bedalar masalan 22 mingdan shu yerda yalinib olinglar deyishuvdi. Olmadik. Bir mashina, yarim mashina oldik-da. Hozirgi kuni 48 mingdan olib tushirib olamiz. Nimaga? Shunga ana sidqi dildan kirishdik-da shunga. Endi yana yilga bu xatoni qilmaysiz. Bu xatoni qilmaysiz. Har tomon o'sha obunachilaringizga ham shu tavsiya. Bundan zarar yo'q ekan. Olib qo'ysanglar 2 baravarga. Qo'li nima uni? Bu firmamizning erkatoylari. Nima bu botaga boshini ko'tarishyapti bu? Olgan doni. Olingchi. Ol ikkitasini, uchtasini olavering. Ya bitta doni san chiq. Chiqingda. Hozir qarang. Bu ashitga tug'ibdimi iti? Bu boydan beri siz gapiryapsiz, boshlarini ko'tarishyapti bu. Qarang. Voy mashallah. Ko'rsat o'sha yerdan. Qarang, qo'yingchi yana. Bu necha kunlik bo'ldi bular? Ko'zi bir endi ochilibdi-da. Qarang. 6 ta. 3 o'g'il, 3 qiz. 3 o'g'il, 3 qiz. 6 ta bo'ldimi? Voy mashallah. Qarang, olib kelingchi, buni ushamasa bo'lmaydi. Voy shirinligini qarang buni. Olib keling shu oppog'ini. Qarang faqatgachi. Buni issiqligini qarang buni. Bu sort qanaqa bu endi adayim bu? Bu bir shogirdimiz Qirg'izistonga borganda Ko'pkaraga, Qirg'izistonda Ko'pkaraga borganda yurib kelib qolmaydi. Yo'q. Hozir mana bizda shu yerda sharoit yaxshi bo'lgani uchun bilmasam, mana shu yerda tug'di hozir shu tepada. Hammasi oppoqmi? Olib kelingchi. Hammasi oppoq.
Bu obunachilarimizga bering buni bitta-bittasini endi. Voh, o qarang bu kichiklarni. Mashalloh. Hali endi ko'zi ochildi mana. Chorvaga bo'lish kerak-da bu. Ehtiyot qiling bularni. Voh, semizligini qarang bularni. Xo'p, qani? Bedani endi xullas 48 mingdan olyapsiz. Hozir yana oshdi deydi. Yana oshdi. Ya kecha 43 mingdan oldim. Bunaqa zo'r bas, sizniki zo'r ekan. Yaxshi siz ekan. Ana qo'ylarimiz qani? Ha. Bular bolalikmi bular hozir? Bular ona bolalar. Mana shu tug'ilgan, a? Yo'q, bu yerda hali tug'ilmadi. Bular Ha. yangi tug'ilganda olgan edik. Ha. Sal bir ikkitasi anaqa ovqat yemay kuyikkan edi menimcha, bu qo'chqori qo'shib qo'ydingiz. hozir oraga. Hozir endi boshlanayotgan fermada bu, yaqin. Ana tushunarli. xato kamchiliklarni Ha. yetib o'tib ketasiz. Sekin-sekin. Bizga ham, obunachilaringizga ham. To'ppa-to'g'ri, va ana zo'r ish bo'ldi. Mana bu qo'chqonlar. Ha, bu qo'chqonlarimiz. Ha, endi oyoqlari og'rib qolmayaptimi bu yerda? Yo'q. Bitta namlik bor ekanda baribir. Ha. Namlik bor ekan. Endi ammo nima ekan qo'ylar? Qo'yda turishi bilan baholanmaydi. Ushat baholanadi. To'g'risida qo'ylar demak, bular kuchli yem yeyapti. Nima yem yeyapti? Qanchadan beryapsiz bir kunda? Bir kunda har bir qo'yimizga 1 kilo 200 dan quruq yem tushadi. Quruq yem. Jo'xori, bug'doy, arpa. 300 gram kepak tushadi. 300 gram kepak. Har bir boshiga. 1,5 kilo yeydi. Ha. Yarim kilo hasha yeydi. Beda shu tralbilkadan chiqazilgan yeydi. To'g'ri. Kletchatka hazm qilish uchun. Ha. Qo'y semiz ekan. Qo'ylar semiz ekan. U yegandan bildim-da o'sha sirazi. Mana bu yoqda eng qizig'i pokiza baqilibdi-da, juda ham. Bu tayini qana tozalab turibsizlar? Bu kuniga tozalaysizlarmi? yo'q, tagiga sharoit qilib turibdi bolalar, uxot qilib. Tagi shag'al-a? Tegini tekislaganmiz. Kimdir g'isht terish kerak dedi, kimdir beton qilish kerak dedi. Biz o'zimizning taklifimiz tagiga ozgina somon yoydik. O'zini goni bilan mana hozir namlik qotirish yomon emas. Holati yaxshi qo'ylarimiz anaja hidlanib, anaqa bo'lib ketmayapti. Uka, bittalaring mashq qo'chqorni bitta olib chiqib beringlar. Kir. Mana shu peridoy katta qo'chqor mana. O, yoqqa qarab ketyapti. O, quloqni tikka qilgan. O, ketdi. Ana. Garbanosi ham yaxshi shu. Ha, garbonosi ham yaxshi ekan. Qara, kichkin tochka nuqtasi bor qulog'ida. Ha, shuni olib chiqing. Olib chiq. Olib chiqing mana. Olib keling. Siz ham bilasiz, deydi-yu. Olib chiq. Ashga kiraylik, to'xtang. Ashga kiraylik bo'lmasa-da. Keling. Buni tanlashib qo'ydimi deyman o'sha? Yo'q, biz ana sal yo'talsa, shamollasa bo'yniga ikki boylaymiz-da. Belga. Uxotini qilamiz. Ha, licheniyasini qilamiz. Licheniyasini qilamiz. O, malades, zo'r. O, juda ham toza pokiza boqilibdi qo'ylaringiz zaman. Hali qo'zi. Bularni hozir siz go'sht yo'nalishida baqyapsiz. Shaharga borib bemalol so'yib uyda buzib berib qassoblar bormi? Bor. Ha, o'zingizni mashinalaringizgacha bor, go'sht qo'y tashiydi. Ha, borib, so'yib, maydalab berib keladi. Narxini kelishaverasizlar. Ha, xohlasa shetda. Tanlashadi. Mana 300 ta 400 ta qo'y ichidan mana uyda o'tirgan holatda. Mana masalan mashq qo'y. Ha. Semizligi, holati, yeyishi, pokizaligiga biz kapilmiz. Shuni so'yib aka, men uyimga 2 kilodan qilib upakovka qilib olib kelib bering deysiz, chislasini bilamiz, kunini bilamiz. Shu yerda video vizit qilib o'zligiga gaplashtiramiz. Shu yerda o'zimiz sharoitlar bor, so'yadi, upakovka qiladi, lakasga tashiydi, uylariga olib borib yetkazib beramiz. Yetkazib beriladi. Xohlasalar uylariga borib so'yib beramiz. Endi sizga bitta zo'r narsani aytaymi? Keling-da obunachilarimga. Mana pashta 25 yildan ortiq shu ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, mani oldimga ijtimoiy tarmoqqa chiqishni boshlaganimga 5 yil, 6 yildan oshdi-da. 2018 da boshlaganman. Hamma davlatdan odamlar keldi-da meni oldimga. Boshqa millatlar ham ko'rib turib, to'g'risi. Mengali Instagramga yozishadi yo YouTube'ga yozishadi yoki inglizchalab gapirishadi, men tushunmayman deyman. Bir kun keyin bir ukamiz telefon qilib qoldi. Aka, ko'rib turgan bo'lsa, men dedi shu til tarjimonlik nima git deydimi? Gitlikda ishlayman dedi. Xullas sizga dedi 4 ta Koreyadan nima kelyapti dedi. Vakil dedi. Nimalar? Siz bilan gaplashmoqchi bu, chorva sohasi bo'yicha. Ha, fikr almashmoqchi bo'ldi.
Kelib dedi, shuni dedi, men dedi, hozir ularni biron qildim dedi. Hali nima deydi? Pulini oldim, xullas. Zakazini oldim. Sizga chiqishda so'rashdi dedi. Qachonga vaqtingiz bo'ladi? Shunaqa dedi. Shunaqa paytga vaqtim bo'ladi dedim. Sen bo'lmasa bular dedi, shu ular nima bilan kelar ekan? Tartiblik. Soat 9 da qo'nar ekan, 6 soatda siz oldingizga borar ekan, siz bilan 3 soat gaplashar ekan, 3 soatdan keyin dedi mehmonxonaga borib dam olishar ekan, ertasi kuni qaytib chiqib ketishar ekan dedi. Faqat men bilan gaplashishga kelyaptimiz dedim. Alloh shu hayvonni orqasidan meni oldimga keldi-da shu bo'lar, to'g'risi. Ha, siz bilan gaplashgan bo'ldi, keldi, fermamdan kirdi. Hech kim bermagan savolni berdi shu karislar. Nima? Koreyaliklar. Qarang, u savolni hali hech kimdan eshitmasam ham kerak. Mani uy fermamdan kirdi, kameralarni yoqishdi. Birinchi savol dedi. Bir kunda bitta qo'ying necha litr suv ichadi dedi. Keyin vodorod, tuzi, yodi qanday tekshirtirganmisan suvlarni deyapti. Qarab turib bir kunda bir 5 litr, 6 litr suv ichsa kerak, lekin tekshirtirmaganman dedim. Qarang, shu suvlariga ham e'tibor berar ekan, aytmoqchi sababim chet el. Keyin men polda boqishni yo'lini ko'rgani kelishgan ekan. Polda boqishda aytdim, mana shunaqa dedim, axlatini ustida yotmaydi, bu tagiga axlati tushib ketadi. Oyog'ini har bir oyda polda boqilgandan keyin tirnoqlarini olib turish kerak. Odamning tirnog'i o'sadi-ku. Qo'ylarning unga o'zim alohida e'tibor beraman. E'tibor berish kerak edi. Nimaga? Uni ham tirnog'i o'sadi. Ichiga qarab o'sib qoladi, keyin oyog'i og'riydi, ishtahasi yo'q, yemay tursa, polda boqsak oyog'i og'rib qolyapti degan gap bo'ladi. Yo'q, tirnog'ini olib turish kerak. Keyin menga ular aytdiki, shunaqa nimasi bo'ladi, hali sabzavotlar bilan baqib, go'shtni nasllik, hali qimmatroq go'sht yetishtirishni harakatini qil dedi. Menga o'rgatib ketishdi. O'zlari ham mendan bir ikkita narsa olgandir, lekin men senga dedi tavsiya beraman dedi. Sen ham dedi, misol hozir nech pul? $10 go'sht misolda bo'lsa, sen endi 20, 30, 40 dollarlik go'sht yetishtirishni harakat qil deyapti. Sabab deyapti, go'shting haligi sifatlik bo'lsin deyapti-da. Mana sizlar ham xuddi shunga o'tasizda endi siz ham. Yo'q, bizaniki yemushini halolligiga e'tibor berishimiz, o'zim nazorat qilaman. Ichimlik suvini yeri tagidan ham chiqazganmiz. Undan bermaymiz. Arig'i suvidan, chuchuk suv. Daladan oqib kelgan tiniq suv. Vaqtida biz yoshlikda ham rosa ichardik shu suvlarni. Shu suvdan oziqlanadi. Suv har doim yonida turadi. Keyin go'shtni shirin bo'lishi tuzga ham bog'liq. Mana yirik tuz turadi va albatta yemiga biz tuz qo'shamiz. O'ra shuni tuz yegan qo'chqorda yo qo'ydi go'shti shirin bo'ladi, mazali bo'ladi. Tuz qo'shamiz, oltin gugurt qo'shamiz. Ozgina nimaga? Oltin gugurt ichkaridagi parazitlarni hammasini o'ldirishga. Masalan, so'ygandan keyin kimdir jigar anchidami, yaxshi jigar yemadim, so'ygandan keyin jigarini yeyman deydi-ku, kapalak chiqadi, qurt chiqadi. Lekin bizda unaqa emas. Jigar zo'r chiqyapti. Jigari zo'r chiqadi. Keyin oldin mana kalla pochalar xonadonlarda solinardi, hozir solinmay ketdi. Chunki qo'ylarning shu qaysidir sababga ko'ra o'pkasi yaxshi chiqmaydi yo jigari yaxshi chiqmaydi, shunaqa. Bizda inshaalloh harakat qilyapmiz. Hammasi yaxshi chiqishga. O'zim nazorat qilaman. Naryoqda ham bor-da hozir kishilar. Ishlarni ham ko'raylik. Qarang, hokim. Men sizni bitta narsangizga qoyil qoldim hozir. Hammasini kilosi bor, tonnasini deyapsiz. Hammasi yozib qo'yilgan. Zo'r. Hozir salkam 20 tonna hayvoningiz bor ekan. 20 tonna. Voy, mashalloh. Trigvesta. Endi bu nimaga qildik? Har bir narsani insonni ham o'zining hisob-kitobi bo'ladi-yu, mana qanchadir yashaymiz. Bizda mana buni ham ko'pchilik so'raydi. Nima deb? Kuz paytda qo'ylarimiz turgan paytda didirab qoldi. Chunki bizani devorimiz bilan u yoq devor orasi 70 metrda. Shamol shunaqa darajada kelib qo'ylarni shamollatib qo'ydi. Shuning uchun buni qilib qo'ydik. Yozda chillasida ham issiq urmasligi uchun qishda shamol kelib turib qo'yga baland tomoniga shamol o'tishi uchun shu narsani qildik. Yozda ham shabada bo'lsa kerak bu hozir. Salkam Qozog'iston chegarasi ekan-ku. Shunaqa. Keyin qo'ylarni tortishimiz sababi yemlar bu. Bu yeni yong'o po'chog'i. Bu birov u deydi, birov bu deydi, lekin biz retseptga qo'shganmiz. Silosga aralashtirib beramiz. Taroz ham bor. Tarozni undan iltimos qildik, yo'q, oxir o'zim yasadim. Qizig'ini aytaymi nima?
O'zingiz yasadingizmi? Shuni yasadim, bir kun ko'zim og'ridi. Svarkada. Svarka, lekin o'rganib oldim. Lekin o'rganmaysiz qoldi, qoyil. Lekin siz masalan birovga qildirsangiz ham bo'ladi, o'zingiz maza qildingiz. O'zim yo'q, ishlab maza qildingiz. ishlab, ha. Ishlab Bu yo'q. yoqda mana hammomlarimiz. Ha, ishchilarga. Ha, bu yoqda ishchilarga issiq sharoit ko'prik bu. Bu yerda issiq suv chiqadi. Bu qanaqa bu? Bu yerda zagadovka yem tayinlaydi. Aha. Issiq suv yoqasi 70 gradusda chiqib beradi. Bu zo'r. Yem tayyorlaydigan. Yem tayinlaydigan joylar. Did bilan qilibsiz a? Ha, bularni buchi. hammasini o'zimiz qilganmiz. Bu nima? beda, somon, yer yong'oq poyani chiqazadi bu yerda. Bitta uringaningizda chiqarib olasiz. Ha, chunki qaysidir qo'y yer yong'oqni yaxshi yeydi, poyasini. ha. Qaysidir qo'y somonni yaxshi yeydi, qaysidir qo'y bedani yaxshi yeydi. Bedani. Bu yerda uchalovi bor, majbur hammasini yeydi. Bu yaxshi. Drabilka qaysidan olgansiz? Bu dravlikani Polvon. platinaga borganda shu yerdan olgan edi. Polvon. Yaxshi. Bu yoqqa xudo xolasa vodiy yo'lim tushmayapti. Ha. Olma bilan nok etganmiz. Bitmi? Ha, Ha. ko'chat bu yerda yaxshi bo'lar ekan. Nimaga? Ha. U tepaga kelib, yosh katta odamlar ertaga qo'yi so'ydirsa, qurbon hayitlar kelsa, 2 dona pishgan bo'lsa, uzib chiqsangiz, ko'ngli ko'tariladi. Siz qachon borasiz vodiyga? Ishonasizmi? Mana shu erta bahordami 7-ishida yurdik. Bandan sizga 5 dona o'rik ko'chat beraman. Xudo xolasa. Birinchi pishadi, yo'ldosh o'rik deydi. Hali gilosdan birinchi pishadi. Kilosini 100 minggacha sotiladi nimada? Toshkentda haligi sariq, juda maza. 5 ta ko'chat beraman sizga. Inshaalloh. Mendan esdalik ekib qo'yasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Esdan chiqmasin. Obunachilik eshityapsizlar. Va'da. 5 ta ko'chat, u ko'chatni payvand menda borda. Misol ulagani berganmiz. Ash ko'chatdan olib qo'yaman sizga. Xudo xolasa. O qarang. Mana bularni bahorda kelgan. Ha. Oh, barra bo'pti-da, mana qo'y. Bularni badani ham yaxshi. Biz bularni obunachilaringizga aytamiz, xonadonda boqishni tavsiya qilamiz. Yo'q. Bitta tomoniga e'tibor beringda, yosh qo'ylar ekanda, barra. Buni go'shi ham yumshoq bo'ladi, toza oppoq chiqadi-da. Juda ham nimalik. Biz boramiz qo'yxonalarga, endi ko'ramiz, birov ko'rib bering deydi, nima tavsiya, taklif. Biz o'zimizga bilmagan narsalarimizni o'zimiz ham olaylik deb boramizda. Hamma qo'yxonani, shuni mana obunachilaringizga aytib o'tamiz, qo'yxonani past qiladi. Past qiladi, aha. Sabab? Sabab issiq bo'lsin, sovuq bo'lsin. Sovuq, lekin qo'ylarga xut bo'lmaydi u. Xut bo'lmaydi. Mana hozir balandligi 3 metrmi, 3 metr, 4 metrda havo aylanishi hid yo'q, qo'yda hidi yo'q-da. Hali masalan men bilyapman, hid yo'q. Mana balandligi, balandligi uchun-da demak, fortchkalardan chiqib ketyapti. Ha, ham havo bemalol aylanish uchun qilganmiz. Havo aylanish uchun zo'r. Past qiladi, keyin tepasiga yerdan unumli foydalanmasdan pichanxona qilish kerak deydi. Yo'q. Biz unaqa qilmaganmiz. Nimaga? Bu qo'ylar uchunmi? Qo'ylarning imkon qadar sharoit uchun ishlaganmiz bu yerda. Bu yangi solingan fermada endi. 3 oy bo'ldi bitganiga. 3 oy bo'ldi bitirildi. Oba, qo'ylaringiz barraligi zo'r ekan. Qo'yni bitta olingda, bu qarang. Barra ekanda. Mana kirib, mana bittasini. Qarang, mana olani o'shanda juda ham chotirna kenligini qarang oyog'ini. Tiqilib qopti jonivor, bo'lichga. Mana. Qani? Mana ash qo'zi hali. Ha, qani? Bo'lichga, yo'q bu bo'lichga. Mana qarang, oyog'ini ham chot kengligiga qarash kerak-da, vesovoy qo'y shuna bo'ladi mana. Chot kengligiga. Toshlarini ham ko'ring. Qani shu arasham bo'lmaydimi shu? Juda ham figurasi. Mishoylar bor lekin har bittasida. Ha? Birovlar buni suzmasligiga dedi. Birovlar u dedi, keyin bundan tarozga solib ko'rdik. Yaxshi fikr bildirganlar ko'p bo'lgani uchun osib qo'ydik. Osib qo'ydingiz. Bu mishoyda endi hali kuchi ko'payib ketganlar solishaveradi buni. Bir-birini solib. Shunaqa. Qani sochi? Mana bu qo'yimiz ham qo'zi uzunligini ko'ring. Mana masalan, uyga niyat qilib boqib qo'yaman desa, mana buni sotaverasizmi hozir? Biz sotaveramiz. Mana bularni hammasini sotaverasizlar. Hammasini. Ardol kelsa, shuni aytib o'tingda. Bo'y bastlar, lekin qo'zi mana. Kilosini telefon qilib kelishaverasizlar endi. Kilosini shu to'xtamga kelyapmiz. El qatori. Birovdan ko'rsak, unnoq deydi. Mana yeb ichishi, sog'lomligi, retseptlarini, nima yeyotganlarini tushuntirib, ko'rsatib beramiz. Живой vesini 95 mingdan demoqchimiz. Demoqchisiz. Siz o'zingiz shu sohani ichidasiz, nima deysiz? Endi
obunachilaringizga va ana iste'molchi deydi-ku, boqadigan odamga bozorda yurib aldanib qolmaslik uchun biz ham rosa aldandik. Yurish nima desam bo'ladi? 95 ming yaxshimi masalan keladi. Mana men boqishga olaman. Sog'lomligi mana ko'rib turishdi. Yemlarini yeyotganini ko'rsatib beramiz. Joyingiz 95 mingdan. Yo, o'zi bitta gapda hayvonni tortib olib boqqan yaxshi. Tirik olgandan. Endi u tirik oladigan odamlar ular boshqa. Ular sekin professional bo'lganda tirik olishni boshlashadi. Masalan, men tirik olaman. Sabab men bitta qo'yni qarab tirik vesini bilib bo'laman-da. Bu yerda qo'y boqadigan aka-ukalarimiz ham mutaxassislar bor o'zi. Bunga qarab turib bu qo'y 62 kilo desa 62 kilo chiqadi-da. Uni hisoblab turib tirik nima qilib oladi. Bizga aytdik-ku, kichkinagina bizani ham anaqamiz bor, laboratoriyamiz, shunga yozishadi. Ukamga, akamga, uchastkaga 3 dona olishimiz kerak, 4 dona olishimiz kerak, lekin muammo shundaki, borib olishga vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz yo'q, ha. Bizga yozishadi direktdan Fayzli Chorvaga. Qaysi qo'ylarimiz, masalan, videolarni qo'yib turibmiz. Masalan, mana 3 ta qo'y. Xohlasangiz tirigida shuncha pul, yo'q desangiz, shuna tarozimiz bor, tarozga tortadi, adresni beradilar. Masalan, 4-5 kunlik yemini bizdan bonus sifatida beramiz. O qarang. Yetkazib olib borib berasiz. Yetkazib olib borib beramiz. Zo'r. Qo'y. Bu tomonlariga ham o'ylab qo'ydik. Ana. Yengillik kiritaylik deyapsiz-da endi, ham yangilik, ham yengillik. Ha, zo'r. Ana aholimizga nima deydi? Kimdandir aytganingizdek ozgina qissa qo'shsa, yordam bersa, hammasi zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Ketdik. Qoralarga olaylik, Aliyev qo'raga.